Assalomu alaykum. Hurmatli quyon dakanish qo'ylar. Vali hikol deganimi? Mana jup ekan, jupi 130 ming. Kamida beradi ko'p olganlarga kamida berillar ekan. Po'latjon mana ko'ryapsizmi? Sizda ham seropi shekilli. Yo'llar necha pulda? Dilshodbek. Jupa tog'a. Jupa 130. Serop ekani hamma yo'q. Nech pul oldi bu? 150 ming so'm aka. 150 ming mana katta quyon sotildi mana. 150 ming so'mdan. Bu aka 90 ming kamiga berolmayman. Bular hali hashakiga hik o'lchatishganmi bular? Ha, aka bu yerda burguni bor, Belarusi bor aka. Aralash ekan. 50 mingdan sotilyapti ekan. Mana erkakmi? Bular jupa. Billa bering-chi mana qiz bolasi aka. Qara kattalari ham bor ekan. Shu erkakga aynan shunosi akib bo'lib qoladi aka. Aynan shunosi akib bo'lib qoladi. Po'latjon anaqa mana 200 ming, Bonon bilan buni 150 ming quyon seroq ekan. Nihoyatda mana Oldevonbek Cho'ja bozori seshanba kuni bo'ladi. Yonish quvozlari mana vaqtilla o'rdaklar. O'rdaklar nechi pul? o'rtaga 70 mingdan kamroq. Ana 70 mingdan kami bor. Mana oqidan bor ekan. Hozir jo'jalari nechi pul? Aka 70 dan beryapti. Ana 70 dan berilyapti ekan hozir jo'jalari mana enalari. Bunda o'tkalar. Bunda o'tkalarning xo'roschalari nechi pul? Xo'roschlar 150 mingdan kamroq aka. Makiyani 150 ming kami bor ekan. O'rdak ishqibozlari. Oldevonbek Cho'ja bozori. Buni tuxumi ham qora bo'ladimi? Buni Ko'koladimi? Nech pul bular? 1 millionga sotildi aka. Hammasi. 150 mingdan chiqadi. Malades. 6tasi 1 millionga sotilib qo'yibdi o'zi. G'oz oluvchilarga. Mana indokka bu 200 ming kami bor ana. Katta ekan o'ta. Nech puldan olyapsiz? 15 ming so'mdan beryapti. 15 ming? 13 ming. 13 mingdan sotilyapti. Bu bir oylik ekan-a? Yo'q, 17 kunda shunchalik. Dumigacha chiqib bo'libdi, mana 17 kunda ekan. Yaponchalar. Olaman. Bu kuchuk, qanaqa kuchuk? Qirg'iz. Qirg'iz kuchuk. Alabay, kuchugim bor ekan. Bu nech pul? 150 ming. Menimcha yolg'on allatgan bo'lsa kerak, Alabayda qirg'iz kuchugini 150 mingga bermaydi. Brollerlar nech pul? Nech pul sotyapti? 30 mingdan brollerchalar. O'rdak jo'jalar mana. Ajoyib xo'roz ekan. Oldingizmi buni? Arzon ekan. Nech pul? 150 ming kami bor. 150 ming. Bu hali hikoldan-a? Belikan. Qulog'i kattaroq ekan lekin. Quyonga ja qiziq o'rmaymiz lekin oldik Asakadan. Kechagi Asaka bozoridan oldik. 40 mingdan berdi. Dedanani oqlari. Juda ko'p chiqdi-yu naval bu. Fermaniki shekilli. Fermarki nech puldan sotyapsizlar? 25 ming.
25 ming qimmat emasmi? Uyatli. Tuvyaptimi? Tuxumdagi bedanalar 25 mingdan sotilyapti. 25 mingdan. Antikvar to'g'ri. Yuraverar işte. Ularni nechi pul? Bularga Voh, chiroyliligini qarang mana. 200 ming so'mdan beramiz. 200 mingdan. Mana so'radi shekilli. Yo, hammasi Bitta xo'rozi 3 ta makoni. 200 mingdan, 200 mingdan. Ana Qoldonbek bozori kelaverasizlar. Qoldevonbek seshanba bozori. Itlar bormaylar. Nima qiynadi mana stolchalar. 10 tarafga sezdi, 10 taraf. Ona varing. 35 ni 30 qilib beraman. 30. Taburetkalar keldi. Stulchalar keldi, Cho'jalarni qarang, cho'jalar. Chiroyli bor. Xohlaganingizni beraman uka, bor. Bu 40 ming Bular qanaqa olyapti xo'rozi? 350 dan. 350. Qoracha ozod ishqibozlariga 350 mingdan. Ichi probka ekan bet. keldi. Hojirat. Sharim hojigan bor. Cho'jalari. Bular nech pul ekan? 100 mingdan. G'ozi cho'jalari 100 ming ekan. Ana, o'rdaklar, tovuqlar hamma yo'q bor. Sisarkani yaponchalik ekan. Qarang tovuq. Qarang tovuq nech pul? Ko'p. Bilmaydigan Egasi yo'q ekan. Ha. Yaponchalar nech puldan? Hammasi xo'roz ekan, ha? 50 mingdan kami bor ekan. Yaponchalar, madina antikvarlari bor ekan. Parandish bozlariga yangi sort chekilya bu ham. Shamol mana kul, shalpan shamol. Bular nech pul? Nech puldan? Nech pulga? 150? 100 mingga, 100 ming so'mga. 100 mingga olib qarang, arzon ekan. Ajoyib. Bular nech pul? Cho'g'i 1,5 milliondan. 500 mingdan ekanda 1,5 million bo'lsa. Mayda yana bir narsa ko'rib qoldik. Parrang tovuq. Parrang tovuqni nech pul aytyapsiz jupini? Ikki oy ham xo'roz shekilli. Ikki oy ham makka aka bular. Makkami? Xo'rozni sotib Xo'rozini sotib olibdi Makyon aka. Makyon. Bu ekaniga ham Kaptar ishqibozlari mana Kaptar bozoriga ham kirib keldi. O Sibirya makyonchasi nech pul? Boshqasinikimi? Kabutar bozori. Kabutar bozori mana. Unisini bilmayapman. Juda aldaydi-da bu xabarlar. Qilish qiyin-da bular. Bular qilish qiyin, bular namodarli. Mana. Bular arzonroq kaptarlar shekilli, naval tashab qo'yilibdi. Nech puldan? Nech pul qimmat? 500 mingdan.
Optimga ketib qoldim. Arzoni ham bor. Asakada lekin o'ta kattalar bor ekan, ular qulaganda. Mana 500 minggacha bor ekan. Sizniki nech pul? Shu oppoq qo'shtig'i nech pul? 300 ming mana qo'shtig'i. Chiroyli kattalar ekan. 300 ming. Ko'zlarmi? Aka, men shaqtir berib o'raman. Juda degan betim chidamayapti. Nimaga? Ko'rdida bet olgandi, ashuncha. Ha? Yo'q, shep. Yadim. Yo'qman. Ama aka o'ti, kular. Bilmayapsiz, Nech pul berdingiz? 230. 230. Bering. Yo'q, shep. Kaptar ishqibozlari. Ajoyib kaptarlar mana. Buni nima deydi? Novotmi? Chinnilar. Chinni? Bular nech pul jupti? 150 ming 200 ming ekan juda. Ana. 150 ming. Xila jo'n ekan-a. Kecha Asakada $3000 deydi. 1,5 ga sotmasa bir dona kaptardi. Hayronlar qolib. Serpar kaptar olsa shunaqa bo'ladi. Katta, mana bu o'qu katta tiniq kaptarlar ekan. Kaptar ishqibozlari omon bo'linglar mana. Bunisi qancha bu? 800 ming kamida. 800 ming mana bor ekan bu yerda. Assalomualaikum aka, Olinyapti. Botir aka. Buni qancha deyapsiz? Meniki emas, bu yerdiki. Olindimi? Olinib. 500 ga mana. Nasıl urishibdi o'zi? Urishtirib turasa deyarmi? Ajoyib kaltaklari borga o'xshab qanot qo'yapti, tarsinlar.